Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. Mana bugun sizlar bilan yozgi sezon uchun eng optimal variantlarimizdan biri bo'lgan Faton Trackmate 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan avtomobillarimizni obzorini ko'rib o'tamiz. Ushbu avtomobillarimiz bemalol Shinere, Changan, unday Porter, hattoki Bongolar bilan raqobat qila oladi. Sababi yuk ko'tarish qobiliyati va motor ot kuchi bilan. Hozir ushbu avtomobillarimizni saloni, yuk ko'tarish qobiliyati, bortning razmeri va salondagi qulayliklari haqida batafsil ma'lumot ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ushbu Trackmate 2 avtomobilimizning salon qismi ham ancha qulay. Konditsioner, pechka, magnitofon, elektrousteniy gidravlika rul bilan jihozlangan. Undan tashqari avtomobilimizda konditsionerlari ham mavjud. Kabinasi kichkinalik hisobiga avtomobilimiz yaxshi sovutadi kabinasini. Birinchi ko'rishda o'zingizlar muzlab ketasizlar, o'chirib yoqib yurasiz degan. Sababi men o'zim Farg'onadan ushbu avtomobilimizni pergon qilib kelgan holatda ko'rdim. Quyosh ro'baramdan tushgan holatda ham mashina muzlatib yubordi to'g'risi. Zinalarni bemalol o'zingiz bo'yingizga moslab, oldiga, orqaga regirovka qilib, undan tashqari yuk yo'q paytlari bemalol mana bu holatda zinasini oldiga surgan holatda yotkizib, damda olsanglar bo'ladi. Sababi salonlarimiz ham boshqa modellarga nisbatan kengroq. Ancha keng emas, kengroq. Salonlari ham bu tomonda bemalol To'rachadan kelgan bitta akamiz ham maza qilib damda olib ketaveradi. Avtomobilimiz Bru 5 atmosferniy Dons motor bilan jihozlangan. Ya'ni bu avtomobilimizga bemalol metan yoki propellarni o'rnatgan holatda haydasangiz bo'ladi. Avtomobilimiz 5 talik korobka bilan jihozlangan, mexanik korobka, ya'ni ancha bu ham mexanik korobkaligini hisobiga ham mashinamiz ancha kam rasxod qiladi. Ya'ni odatiy holatda yurganingizda 6 ta 7 ta yuk bilan 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonna yuki bilan 10 ta yoki maksimalniy apkakadan chiqquncha 12 tagacha rasxod qilishi mumkin. Undan tashqari avtomobilimizda ABS tormozlari ham mavjud. Ya'ni ikkita sigan aytgan paytingizda avtomobilimiz o'zini bemalol to'g'rilab harakatlanaverasizlar. Yuk bilan ABS bo'lgani hisobiga xavfsiz yurasizlar. Hozir ko'rib turgan ushbu modelimiz Trackmate 2 ning furgonlisi, oldi orqa risollik, orqalari qo'sh risollik bo'lgani hisobiga bemalol kitobiga 2 tonna yuk yozilgani bilan, lekin 4 tonnagacha bemalol ko'tarasa bo'ladi. Bu yoqda esa 60 talik bakimiz. Bu bakimiz bilan bemalol 500 kilometrdan oshiq harakatlanansanglar bo'ladi. Apkatkadan chiqquncha ham hattoki 14 diska balonda, diskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ancha baquvvat. Shuni hisobiga bemalol aytyapmiz 4 tonnagacha, 3,5 tonnagacha yuk yuklasanglar bo'laveradi deb. Ramalari ham ancha baquvvat ishlangan. Undan tashqari mana bu ko'rishingiz mumkin, risollari ham smaska qilinadi, ya'ni yog'lanadi. U degani yana ham risollarimiz uzoqroqqa bardoshli qilib ishlab chiqarilgan, xuddi Isuzu'lar singari. Furgonimiz orqa tomondan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonlari ham ancha chiroyli ishlangan. Xuddi Isuzu formaga keltirib qo'ygan avtomobilimizni. Yonboshda ham eshiklari bor, orqa tomonda ham eshiklari bor. Ushbu modelimiz metalotermik modelimiz bo'lib, ichlari yog'ochdan apishka qilingan. Undan tashqari bizda shu Trackmate 2 modelimizni izotermik butkalar ham mavjud. -20 gradusgacha javob beradigan izotermik butkalarimizni xarid qilib, bemalol refrigeratorlarni o'rnatib, marojna, sut mahsulotlari kabi narsalarni toshishingiz mumkin. Tashqarisi metalik, ichkalari esa yog'ochdan apishka qilingan. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin Trackmate 2 modelimizni dubl kabina varianti. O'rta razmerlarga keladigan bo'lsak, 270 ga 171 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyati bu avtomobilimizga ham yozilgan. 3 tonna, 3,5 tonnaga yukni bemalol yuklasanglar bo'laveradi. Undan tashqari ushbu avtomobilimiz ham qo'sh balon, 14 diska balonda, 6 talik shilipkalar, anaqada bo'lit gaykalarda. Avtomobilimizning yana bir qismi bemalol 4 tonnagacha yukni bemalol nimaga ko'tara oladi? Sababi avtomobilimizda 5 talik risol, undan tashqari 2 ta qo'sh risol bilan jihozlangan. Dubl kabinamizning ham salonlari ancha keng ishlangan. Salonni ochamiz mana. Salonlari ham pult orqali ochiladi. Orqa tomonida ham ancha joy bor. Oldi zinasi oxirga surilgan holatda, yana ham orqa tomonda ancha joy bor. Bemalol 3 kishi orqa tomonda ham harakatlanansanglar bo'laveradi. Ya'ni Damas boshqadan birdaniga yuk mashinaga o'tganingiz unchalik sezilmaydi. Ya'ni doimiy 5 kishi harakatlanayotgan mashinangizga birdaniga 2 kishilik yakka kabinali yuk mashina oladigan bo'lsangiz, u sizga qanaqadir noqulaylik tug'dirishi mumkin. Lekin ushbu avtomobilimizda unaqa noqulayliklarni kuzatmaysiz. Sababi bemalol 5 kishi bilan harakatlanayotgan bo'lsangiz, doimiy bunda ham 5 kishi bilan harakatlansangiz bo'laveradi. Undan tashqari anchagina yuk sig'imiga ega ushbu avtomobilimiz. Oldi sidinalarini ushbu avtomobilimizda shoperdagi ancha qulayliklari bor. Narigi avtomobilimizda sidinani oxirigacha yotkizib uxlash imkoniyatlari yo'q edi. Bunda bemalol sidinlarni yotkizgan holatda
damda olsanglar bo'laveradi. Hozir yana bitta modelimiz ushbu Trackmate 2 mizda izotermik budkamiz. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Bu tomonda esa Honor Box tomonidan ishlab chiqarilgan izotermik budkamiz. Ushbu avtomobilimizda bemalol sut mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon kabi mahsulotlarni bemalol toshsanglar bo'laveradi. -20 gradusgacha javob beradi ushbu budkamiz. Ichlari mana izotermik mahsulotlardan foydalanilgan. Ushbu modelimizda ham yonboshli eshiklari bor. Undan tashqari furgonimizning atrofi zanglamas nerjaveykadan foydalanilgan. Undan tashqari mana bunday turetskiy ruchkalardan. Bu ham ochilib yopishilish juda qulay. Qulflasanglar ham bo'laveradi bemalol. Yonboshli ham eshiklari bor. Bu tomondan ham yuklayiladi, bemalol yuklab tushirsanglar bo'ladi. Undan tashqari zakaz asosida mana bunday o'ng tomoniga ham, chap tomoniga ham eshik ochib berishimiz mumkin. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham o'ng tomonida ham chap tomonida eshiklari bor. Undan tashqari orqa tomonida ham. Ushbu avtomobilimizga ham siz istagan holatda o'zingiz biznesingizga moslab, masalan, kola ishlab chiqarilgan biznes egalari bizdan iltimos qilishgan. Ya'ni bizga 6 ta eshikli, ya'ni 3 tomon bu 3 ta bu tomonda, 3 ta narigi tomonda eshikligi bo'lsin deganida biz zakaz asosida 6 ta eshikligini ham qildirib berganmiz. Bu shuning singari sizga ham 6 ta eshikli furgonlarimizda ham bemalol qilib berish imkoniyatiga egamiz. Xohlasangiz metalik, xohlasangiz izotermik budkalarimizni avtosalonimizga tashrif buyurib xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu avtomobillarimizni Andijon filialimizga tashrif buyurib, ushbu metalik Trackmate 2 avtomobilimizni 268 million so'm evaziga boshlang'ich 30% to'lab, qolganini 18 oyga hech qanday foizlarsiz xarid qilishingiz mumkin yoki 50% ni to'laydigan bo'lsangiz 24 oyga muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Ushbu Trackmate 2 dubl kabina variantimizni, qo'sh ballonli dubl kabina variantimizni 244 million so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Agar naqd oladigan bo'lsangiz, ikkala avtomobilimizga ham anchagina chegirmalarni qilib beramiz. Ya'ni 20 million, 25 million so'm atrofida chegirmalari bor naqd pulga. Lekin 244 million so'mning narxiga boshlang'ich 30% to'lab 18 oyga, 50% to'lab 24 oyga xarid qilishingiz mumkin. Bu tomonda ko'rib o'tgan izotermik Honor Box tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobilimizni 282 million 900 ming so'm evaziga rastruchkaga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni boshlang'ich 30% to'lab, uni ham 18 oyga yoki 50% to'lab 24 oyga xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari u avtomobilimizni ham bemalol naqd pulga 20, 25, 30 million so'mgacha chegirmalari bilan savdolashgan holatda xarid qilsangiz bo'ladi.